Salom mahalla sardorlari. Sizlarni mahalla sardori bo'lganingiz bilan tabriklayman. Endi biz ko'plab loyihalarni amalga oshiramiz. Mahalla bolalar harakati sardorlari diqqatiga. Dekabr oyi davomida mahalla sardorlari o'z jamoalari bilan ikki muhim va mazmunli loyihani amalga oshiradilar. Birinchi loyiha mahalla iqtidori. Ushbu loyiha doirasida siz mahallangizdagi eng iqtidorli bolalarni kashf etasiz. Ularning iste'dodi, yutuqlari va orzulari aks etgan maxsus videorolik tayyorlab bizga taqdim etasiz. Bu orqali iqtidorlar namoyon bo'ladi, e'tirof etiladi va qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchi loyiha mo'jizaviy yangi yil. Bu loyiha orqali siz tengdoshlaringiz hamda imkoniyati cheksiz bolajonlar holidan xabar olib, ularga yangi yil quvonchini ulashasiz. Mehr, e'tibor va bayram kayfiyati bilan qalblarga iliqlik baxsh etasiz. Loyihalarda faol va tashabbuskor ishtirok etgan mahalla bolalar harakati sardorlari jamoalari aniqlanib, maxsus sovg'alar bilan taqdirlanadi. Balki aynan sizning jamoangiz eng faol mahalla bolalar harakati sardorlari nomiga munosib bo'lar. Barcha sardorlarga katta omad, ijodiy yondashuv va yuksak natijalar tilaymiz. Birgalikda iste'dodlarni kashf etaylik, mehr ulashaylik va yangi yil mo'jizasini yarataylik.